Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Bu obyektimizdan Xudo xohlasa ishlab yuradi. Ko'rishlaring mumkin. Buni patalochniy aboydan bo'lgan. Devor mo'shi aboy. Kamizladi, uni ko'rib qolib o'zimiz yasaganmiz. Eshiromlar ichi Marokan aboydan bosdik. Holati chiroyli. Qoshi guli joyida. Burchoqlar hamma burchoq olsa tiniq. Yotib qolmagan. Idealniy qilib oldi. Endi pilinsiz holdan 10 santimetrli bosib qo'yamiz. Hamma burchoqlari joyida. Chiroyli bo'lib chiqdi. Kimda shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli qilib beramiz. Kelishilgan narxlarda.